Bu bo'lsa yer shari. Siz va 7 milliarddan ko'p odam turmush kechirayotgan planet. Siz pishiq biladigan narsalarning hammasi mush yerda. Lekin siz yer sharining cho'ngligini butun olam bilan solishtirgan vaqtda uning zodi qanchalik kichik ekanligini his qila olasiz. Qani biz Oy sharidan boshlaylik. U biz ko'ra oladigan eng yaqin qo'shnimiz. Siz balkim Oy shari yer shariga nihoyat yaqindek his qilishingiz mumkin, chunki u hamon kech osmonini yo'ritib turdi. Lekin amaliyotda Oy shari yer shariga unchalik yaqin emas. Aksincha u bizdan 384,400 kilometr yiroqlikda. Bu oraliqda dal 30 dona yer sharini sig'dirg'ili bo'ladi. Agar mashina haydab 100 km/soatlik suratda Oy shariga berib sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, buningga taxminan 160 kun vaqt ketadi. Bu bir odamni cho'chitgidek oraliq bo'lsa-mu, lekin allaqachon 12 nafar odam uning ustida oyoq izini qoldirib qo'ydi. Bu insonlar oyoq bosgan eng yiroq, shundaqla birdan-bir osmon jismi, hamda bu insoniyatning eng qaltis muvaffaqiyatlarining biri. Bu bo'lsa Oy sharida kuzatilgan yer sharining holati. Agar siz shu olam uchiqchilari bilan birga turgan bo'lsangiz, agar siz yer sharidagi ma'lum biriga uchur qaytarmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, bu parcha uchurning ikkinglarning orasida berib kelishiga faqat 2,5 sekundlik ketadi. Bu bo'lsa yo'riqlik suratiga barobar. Bu bo'lsa Mars turib tortilgan bir parcha yer sharining surati. Siz ko'rgan shu kichik nuqta dal Mars turib ko'rsatilgan yer shari. Amaliyotda Mars bilan yer shari o'rtasidagi o'rtacha oraliq taxminan 225 million kilometr. Lekin bu oraliq eng yiroq bo'lganda yana 401 kilometrga yetadi. Bu agar bir odam eng oxiri Marsga chiqqan bo'lsa, bu odamning Oy shariga chiqqan olam uchqisi bosgan musofadan 986 esa yiroq musofani besib tamomlaganligidan darak beradi. Bu xil ahvol ostida yer shariga bir dona qisqa uchur avantish ketgan vaqt faqat 2,5 sekund emas. Amaliyotda faqat uchurning yetib berishiga 20 minut vaqt ketadi. Bu ahvolda jiddiy aloqa aslo amalga oshmaydi. Aparatni texnik yiroqlashtirganda biz insonlar yasab chiqqan yer shariga eng yiroq bo'lgan sun'iy kuzatish asbobi sayohatchi 1-nomerni payqay olamiz. Hozir u yer shariga dal 138 astronomiya birligi yiroqlikda. Astronomiya birligi EU bilan qisqartirib yozilgan bo'lib, yer shari bilan Quyosh orasidagi oraliqda. Ya'ni shundoq deyishga bo'ladiki, sayohatchi 1-nomer yer shari bilan Quyosh orasidagi oraliqdan 130 asa yiroqlikda. Uning uzunga so'zilgan musofasida u apparatni yer shariga qaratdi hamda uni bir parcha suratga tortdi. Shundoqli qarag'animizda bu parcha rasm ancha tonish ko'rinmaydi. Lekin meningcha bu bo'lsa insoniyat tarixida tortilgan eng buyuk bir parcha surat. Mana bu arzimas sangar ranglik nuqta dal yer shari. Karl Edward Sagandan boshqa hech qanday bir odam bu suratga tuvangidek isil baho berib boqmagan. Agar siz bu parcha suratga qarasangiz, siz bir nuqtani ko'ra olasiz. U dal yer shari, u dal oila, u dal biz. Siz anglab boqqan har bir odam, har bir insonning hammasi mush yerda turmush kechirdi. Biz boshdan kechirgan xushallik va azob, necha ming xil dinlar, ideyalar va iqtisodiy ta'limotlar, har bir ovchi va chorvachilar, har bir qahramon va to'g'ri yuraklar, har bir madaniyat barpo qilguvchi va halok qilguvchilar, har bir podshoh va dehqonlar, har bir jup muhabbat qaynimga cho'mgan oshiq mashhuqlar, har bir umidga to'lib toshgan bolalar, har bir ona va otalar, har bir kashfiyotchi va izlanguchilar, har bir axloq mualliflari, har bir chiriklashgan siyosiyonlar, har bir darajadan tashqari cho'lponlar, har bir oliy darajalik rahbarlar, tarixdagi har bir avliyolar va gunohkorlarning hammasi mushu quyosh nuriga cho'mgan changtuzang ustida borliq kelgan. Sayohatchi 1-nomer hozir sekundiga 17 km/soatlik suratda olg'a ilgarilayotdi. Lekin hatto bu xil surat ostidami u texi bizning quyosh sistemasining yanidagi Orita tumanligiga yetib bora olmaydi. Quyosh sistemasidan olqigan vaqtda biz texnik planetlararo qo'shnilarga yo'liqamiz. Bu yerga kelganda bizning oraliqni hisoblash birligimiz yo'riqliq yiliga o'zgaradi. Bir yo'riqliq yili yo'riqliqning bir yilda kezalaydigan oraliqni ko'rsatadi, yoki u 9,461 trillion kilometrdan keladi. Bu bo'lsa Quyoshdan boshqa yer shariga eng yaqin turg'un yulduz, lekin u yana bizdan 4,2 yo'riqliq yili yiroqlikda. Texmi aniq tushunish uchun, agar sayohatchi 1-nomer yo'nalishini o'zgartirib qo'shni yulduzga yuzlansa, u yana 70 ming yil vaqt sarf qilib u joyga bora oladi. Boshqacha aytganda, agar siz bayotdan Oy shariga berib sayohat qilganga o'xshash mashinangizni haydab 100 km/soatlik suratda u yerga berib sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, undaqda buningga olamning butun yeshidan yana 6 ko'p vaqt ketadi. Lekin siz yetib borgan vaqtda qo'shni planet allaqachon mavjud bo'lmasligi mumkin. Kamerani texnik yiroqlashtirganda biz butun samanyol sistemasini ko'ra olamiz. Uning ichida yer shari faqat mushunchalik yerga joylashgan. Bu kichik sariq nuqta dal bugungacha sun'iy elektromagnit to'lqini yetib bora oladigan eng yiroq doira. Bu olamdagi har qanday mavjud bo'lish mumkin bo'lgan tashqi planet odamlari agar mush doiraning sirtida turmush kechirsa, ular insonlarning mavjudligidan butunlay xabarsiz ekanligidan darak beradi. Mana bu biz bilalaydigan doiraning sirtida hamma narsa timtosliq cho'mgan. Butun samanyol sistemasini boshdan oyog'igacha teshib o'tsak, bu oraliq 100 ming yo'riqqa keladi.
Kam deganda 100 milliard dona yulduz uning ichiga joylashgan. Lekin siz bütün yulduzlar kecha osmoniga to'plashgan manzarani azaldan ko'rib boqmagan. Chunki siz ko'z orqali bevosita ko'ra oladigan 99% turg'un yulduzning hammasi mushu bir nuqta doirasi ichiga joylashgan. Lekin hatto bu g'oyat zo'r samanyol sistemasini boshqa yulduz sistemalar bilan bir qator qo'yg'ili bo'lsa-mu, apparatni texnik yiroqlashtirganda biz 54 dona o'xshash bo'lmagan yulduz sistemasini o'z ichiga olgan bir yulduz sistemasi to'pini ko'ra olamiz. Uning bir beshidan yana bir beshiga bo'lgan oraliq taxminan 10 million yevroga keladi. Lekin apparatni yana bir qadam yiroqlashtirganda biz sumbula darajadan tashqari yulduz sistemasini ko'ra olamiz. Uning oldida bizning samanyol sistemasi faqat ko'zga chiliqmaydi, chunki bu yerda oz deganda yana boshqa 100 dona yulduz sistemasi to'pi mavjud. Hamda bu darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pining bir beshidan yana bir beshiga bo'lgan oraliq bo'lsa, tasavvur qilib bo'lmagidek 110 million yevroga keladi. Sumbula darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pi g'oyat zo'r bo'lsa-mu, lekin u Laniakaya darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pining bir burchiga joylashgan. Mana bu parcha gigant cho'ng qurilma to'ri, dal bizning yulduz sistemamizning, o'xshashda uningdan boshqa 100 ming yulduz sistemasining makoni. Bu yulduz sistemasi to'pining bir uchidan yana bir uchigacha bo'lgan uzunlik bo'lsa 520 million yevroga keladi. Lekin biz apparatni yana texmo yiroqlashtirib, biz ko'ra oladigan butun olamga qo'ya olamiz. Biz qarasak, g'oyat zo'r Laniakaya darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pimi olamning intayin kichik arzimas bir qismi. Mana bu biz biladigan olam, u biz biladigan barliq narsani o'ziga mujassamlagan. U bizning makonimiz, oz deganda 2 trillion dona o'xshash bo'lmagan yulduz sistemasini o'z ichiga olgan. Yulduz sistemalari hatto yer sharidagi barliq qum donchasining sonidan ko'p. Yer shari bilan ko'zatkili bo'ladigan olamning xohlagan gravitatsiya bo'lgan orliq bo'lsa 46 milliard 500 million yevroga keladi. Bu yana uning ikki uchining orliqi 93 milliard yevroga kelish ekanligidan darak beradi. Lekin texnik qiziqarli bo'lishi mumkin bo'lgan olamning sirtida zada nima bor? Esingizda bo'lsinki, ko'zatkili bo'ladigan olam faqat hozir qadar biz ko'zlaydigan barliq narsalar. Shunga biz shunday deyalishimiz mumkinki, olamning sirti bo'lsa, biz tasavvur qilgandan texmo bepayon, texmo randor, g'aroyibotlarga to'lgan dunyo. Biz uning sirtining nima ekanligini bilmaymiz. Buning bir oddiy sababi bo'lsa, nihoyat yiroq joydan tarqalgan nurning olamning umr doirasi ichida yer shariga yetib kelishiga yetarli vaqt yo'q. Hatto ba'zi o'rinlardagi nurlar balki mangu bizga yetib kelmasligi mumkin. Chunki u joylar yer shariga intayin yiroq. U joylarda olamning kengayish sur'ati hatto yo'riqlik sur'atidan tez. Bu u joylardan kelgan nurlar bir cheklik vaqt ichida yer shariga mangu yetib kelolmaydiganligidan darak beradi. Bu yana insonlar hatto dunyoda mangu yashagan taqdirdami, olamda yanala biz mangu ko'ra olmaydigan, bir bilgili bo'lmaydigan dunyoning mangu mavjud bo'lib turadiganligidan darak beradi. Shunga biz olamning bizning bilginimizdan qanchalik cho'ngligini tasavvur qila olmasligimiz mumkin. Hatto ko'zatkili bo'ladigan olammi, butun olamda faqat biz biladigan bir kichik doira. Olam bu e'lon qilgan olamning kengayish qonuniyatiga asoslanganda, agar olam kengayishi olam cho'ng portlashidan 10⁻37 darajasi sekunddan keyin boshlangan bo'lsa, hamda olamning cho'ngligini kengayishdan burun uning hozirgi yashiga yo'riqlik sur'atini ko'paytganga teng deb faraz qilsak, undaqda bu qarmoqqa shuni tushuntiradiki, hozir butun olamning cho'ngligi ko'zatkili bo'lgan olamdan 1500 megamilliard darajasi cho'ng. Buni raqam bilan ifodalaganda, mana shunday nurg'unlagan nollarni o'z ichiga oladi. Bo'ldi. Oldi bilan bu sonlarni bir tarafga qo'yib turaylik. Bu sizga nisbatan biroz tunish bo'lishi mumkin. Bu chiroqni ko'zatkili bo'ladigan olam deb faraz qilaylik. Siz biladigan barliq narsa chiroqning ichida. Lekin amaliyotda butun olamning cho'ngligi Plutondan cho'ng. O'ylab boqaylik, bir dona chiroqni Plutonning markaziga qo'ysak, lekin chiroq ichidagi biz Plutonning mavjudligidan butunlay xabarsiz. Mana bu bizning hozirgi olamda turayotgan holatimizga o'xshash. Biz ana shunday aqlga sig'maydigan darajada kichik. Lekin siz ansirmang, chunki bular yana nurg'unlagan narsalarni bizning birlikda izlanishimizni saqlab turganligidan darak beradi. Bo'ldi, bu qitimliq sayohat oxirlashdi.